Joriy yilning 1-5 dekabr kunlari mamlakatimizda fuqarolik jamiyati institutlari sohasida amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilish va sohani yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun muloqot maydoni fuqarolik jamiyati haftaligi o'tkazilmoqda. Ta'kidlash joiz, so'nggi yillarda mamlakatimizda fuqarolik jamiyati institutlari uchun yangi davr boshlandi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida birinchi marotaba fuqarolik jamiyati institutlariga bag'ishlangan alohida bob kiritilib, jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etishi mustahkamlab qo'yildi. Joriy yilda sohaga oid 20 ga yaqin normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi. Xususan, birgina 2025-yil 21-avgustdagi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonuni bilan fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga daxldor 10 ga yaqin qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. O'zbekiston 2030 strategiyasi, 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi, fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2024-yil 26-avgustdagi Prezident farmoni yangi O'zbekistonda erkin va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida keng ko'lamli va shiddatli islohotlarning amalga oshirilishiga xizmat qilmoqda. Fuqarolik jamiyati institutlari muhim tashabbus va loyihalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning shaffof va sog'lom raqobat tamoyiliga asoslangan yangicha tizimi yaratildi. Nodavlat tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish bojlari o'rtacha 2 barobar pasaytirildi. Nogironlar, nuroniylar, xotin-qizlar, bolalar jamoat birlashmalarini esa bojdan to'liq ozod etildi. Qayta ro'yxatdan o'tish muddati 1 oydan 15 kunga qisqartirildi. Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi qayta tashkil etildi va jamoat fondi mablag'larini boshqarish bo'yicha Oliy Majlis Senati a'zolari va Qonunchilik palatasi deputatlaridan iborat parlament komissiyasi faoliyatini boshladi. Xususan, joriy yildan boshlab parlament komissiyasi a'zolari mahalliy kengash deputatlari bilan birgalikda aholi bilan muloqotlar tashkil etgan holda ijtimoiy soha va mahallalardagi aniq muammolarni o'rganib, ularning manzilli va samarali yechimiga qaratilgan davlat granti va ijtimoiy buyurtmasi tanlovlarini e'lon qilish boshlandi. Birgina joriy yilning o'zida fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashga 1 trillion 200 milliard so'm mablag' jalb qilindi. Fuqarolik jamiyati institutlari muhim strategik hujjatlar, davlat dasturlari amalga oshirilishini monitoring qilish hamda bajarishda bevosita ishtirok etmoqda. Soha faoliyati samaradorligini oshirishda kadrlar salohiyati muhim o'rin tutadi. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida tashkil etilgan o'quv kurslarida 2021-2025 yillarda nodavlat notijorat tashkilotlarining 750 nafar xodimi malaka oshirdi. Davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida o'zaro manfaatli ijtimoiy sheriklikni yanada rivojlantirish borasida davlat organlariga fuqarolik jamiyati institutlarining tashabbusli ijtimoiy sheriklik loyihalarini bazaviy hisoblash miqdorining 1000 barabarigacha tanlovlarsiz moliyalashtirish huquqi berildi. Davlat grantlari va ijtimoiy buyurtma loyihalarining ijtimoiy ahamiyatga molik ekanligi e'tiborga olinib, bunday loyihalar doirasida daromad solig'i va ijtimoiy soliq stavkalari 3 yil muddatga 50% ga kamaytirildi. Jurnalistlar o'rtasida har yili an'anaviy o'tkazib kelinayotgan Oltin qalam milliy mukofoti uchun xalqaro tanlovda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini yoritish yo'nalishida nominatsiya joriy etildi. Shuningdek, xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash, odam savdosiga qarshi kurashish, O'zbekiston Respublikasini barqaror rivojlantirish sohasidagi milliy maqsadlar va vazifalarning 2030-yilgacha bo'lgan davrda amalga oshirish, korrupsiyaga qarshi kurashish, gender tenglikni ta'minlash kabi masalalarga ham fuqarolik jamiyati vakillari faol jalb etilib, muhim loyihalar amalga oshirilmoqda. Boshqacha aytganda, fuqarolik jamiyati institutlari yangi O'zbekistondagi keng ko'lamli va shiddatli islohotlarning bevosita ishtirokchisi va eng yaqin hamkoriga aylandi. Haftalik dastlab fuqarolik jamiyatining 1,5 ming nafardan ortiq vakillarini jalb etgan holda respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilib, saralangan taklif va tashabbuslar asosida bugun poytaxtda start oldi. Haftalik doirasida nodavlat notijorat tashkilotlari milliy forumi, nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar yarmarkasi, Oliy Majlis palatalari, Adliya vazirligi rahbariyati bilan uchrashuv va muloqot, xalqaro konferensiya, aksiyalar, fuqarolik jamiyati institutlarini rag'batlantirish maqsadida fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun ko'krak nishoni, fuqarolik tashabbusi milliy mukofoti, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga hissa qo'shgan eng yaxshi davlat organini taqdirlash marosimi kabi tadbirlarning o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlarining muhim tashabbuslarini moliyalash
moliyalashtirish maqsadida maqsadli loyihalar aksiyasi o'tkaziladi hamda ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni qamrovini kengaytirish va amalga oshirish borasida o'zaro fikr almashiladi. Mazkur haftalik davlat organlarining fuqarolik jamiyati institutlari bilan samarali va konstruktiv muloqot mexanizmlarini yo'lga qo'yish, nodavlat notijorat tashkilotlarining ehtiyojlarini tizimli tahlil qilish hamda davlat va jamiyatni yanada rivojlantirishning muhim masalalari bo'yicha o'zaro fikr almashish, istiqbolli tashabbuslarni ishlab chiqishda muhim maydon vazifasini bajaradi. Fuqarolik jamiyati haftaligida siz ham faol ishtirok eting.